Assalomu alaykum. Shofirkonda bugun Instagram kanalining qadrli kuzatuvchilari, aynidan Zarchabek qurilish mollar do'konida yangi mahsulotlarimiz, yangi mollar kelgan. Xo'p, ushbu karnizlarimiz, yangi karnizlar ovoziga baho berishingiz kerak. Suyakdan bu ham bilmayman, narxlari ham o'ta go'zal narxda qilib berishadi. Kesalar Shofirkonda bugun nomidan kesalar chiroyli narxlarda qilib berishadi. Ham tomonda aristollarimiz, rangli aristollar kelgan. Bemalol kelib, narxlari ozgina arzon, kelib ko'rib olib ketishlari mumkin, lekin sifatli deb maqtashyapti. Mana bu ikkinchi karnizimiz. Bu ham xuddi shunaqa. Xo'p, ushbu mahsulotlarimiz boshqa joylarga qaraganda 20 ming, 30 ming arzon narxda skidga tushgan, kelib xarid qilishlaringiz mumkin. Bemalol kelasizlar. Bularni endi tomosha qiling. Bularni endi men ko'rsatib bera olmayman-da. Buni xullas kelib ko'rishingiz kerak, atmosferasini. Zarchabek qurilish mollar do'konida siz xohlagan barcha qurilish mollari, santexnika vositalari barchasi mavjud. Hali tovarlarimiz yo'yilmagan, chunki yangi yuklar, yangi mollar yetib kelgan. Xullas, kanal bizni kuzatishda davom etasiz. Shofirkonda bugun eng yaxshilarini sizga tavsiya qilishdan charchamaymiz.